At-tartilda qiroatlarni takrorlash usullari. Ilovaning yangi sonida takrorlashlar bo'yicha katta o'zgarishlar qo'shilgan bo'lib, ular sizga takrorlashning turli sozlanmalarini qilish imkonini beradi. Shulardan ayrimlarini qarab chiqsak. Dastlab ko'pchilikka kerak bo'ladigan muayyan oyatlar oralig'ini 15 marta takrorlashni ko'rsak. Buning uchun suralar ro'yxatidan kerakli surani ochamiz. So'ng quyidagi takrorlash tugmasini bosamiz. Ochilgan oynadan oyatlarning boshlanishini ko'rsatamiz. Surani tanlaymiz va uning boshlanishi kerak bo'lgan oyat raqamini beramiz. Shundan so'ng qaysi oyatgacha davom etishini belgilaymiz. Quyida har bir oyatni necha martadan eshitmoqchiligingizni belgilaysiz va eshitish tugmasini bosasiz. Shu bilan ilova sizga kerakli takrorlashni amalga oshiradi. Endi esa ayrim foydalanuvchilar ishlatuvchi biror oyatni cheksiz marta takrorlashni va unga teng kuchli sozlanmani qarab chiqsak. Oldindagi kabi kerakli suraga kiramiz. Takrorlash tugmasini tanlab, qaysi oyatdan boshlanishini belgilaymiz va qaysi oyatgacha davom etishini ko'rsatamiz. Har bir oyat qismidan cheksizlik belgisini tanlaymiz. Eshitish tugmasini bosamiz va ilova siz bergan oraliqdagi birinchi oyatni cheksiz marta takrorlaydi. E'tibor bering, faqat bir oyatni cheksiz takrorlansa ham, oxirgi oyatni ko'rsatishimiz dastur to'g'ri ishlashi uchun muhim. Bu holatda keyingi oyatga qanday o'tiladi? Buning uchun takrorlash tugmasini yana bir marta bosib, boshlang'ich oyatni bitta keyingi oyatga almashtirasiz va eshitish tugmasini tanlaysiz. Shu bilan ilova keyingi oyatni cheksiz marta takrorlashni boshlaydi. Qadrli foydalanuvchi, aslida cheksiz eshitish bu nisbiy tushuncha bo'lib, hech bir talaba oyatni cheksiz marta eshitmasa kerak. Uning o'rniga ko'proq marta takrorlash ham shu vazifani bajarib berishi mumkin. Buni qanday sozlanadi? Doimgidek takrorlash oynasidan boshlang'ich va oxirgi oyatlarni belgilaymiz, so'ng har bir oyat qismidan kattaroq sonni beramiz. Masalan, 20, 25 yoki undan kattaroq qiymatlarni berishingiz mumkin. Eshitish tugmasini tanlaysiz. Ilova o'zi har bir oyatni shuncha martadan takrorlab, keyingi oyatga o'tadi. Umid qilamiz, bu tartibdagi sozlanma cheksizdagidan ko'ra qulayroq hisoblanadi. Aziz foydalanuvchi, sizlarda uchraydigan yana bir takrorlash usulini ko'rib chiqsak. Bu belgilangan takrorlash tartibini bir necha marta qayta bajarish usulidir. Masalan, biror suraning 1-dan 7-oyatlarigacha har bir oyatini 15 martadan takrorlab chiqishni 5 marta to'liq qayta bajarishingiz kerak. Uni qanday qilishni ko'rib chiqamiz. Doimgidek takrorlash oynasidan boshlang'ich va oxirgi oyatlarni ko'rsatamiz. So'ng har bir oyat qismidan 15 ni tanlaymiz. Va oyatlar to'plami qismidan 5 ni belgilaymiz. Eshitish tugmasini bosamiz. Ilova endi berilgan oraliqdagi oyatlarning har birini 15 martadan takrorlab, bu takrorlashni 5 marta to'liq aylanib chiqadi va bu avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Hurmatli foydalanuvchi, ko'rsatilgan usullarni o'rganish orqali o'zingizga kerakli sozlamani mustaqil qila olasiz degan umiddamiz. Qo'shimcha savollar chiqqanida esa ilova menyusidagi ilovadagi xatoliklar bo'limidan bizga murojaat qilishingiz so'raladi.
Qadrli foydalanuvchi, At-Tartilni qulay holda ishlatishingiz biz uchun juda muhim. Zero At-Tartil sizning Qur'on o'qish yo'lidagi ishonchli va sodiq hamrohingizdir.